Avliyolar otasi bo'lgan Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh haj safari uchun yo'lga chiqdilar. Karvon minib yo'lga chiqqan bu muborak aziz avliyo birinchi emas, bir nechanchi hajlari edi bu. Safarning 3dan 2 qismini yurib bo'lib, faqat bir qismi qolganda yo'lda to'xtaldi. Buloq boshida, quduqlar boshida otlarni sug'orish, meshlarga yig'ish uchun. Qudug'i boshiga meshlarini ko'tarib kelib, Hazrati Abdulloh ibn Muborak quduqqa chelak tashab qarasalarki, quduqning devorlariga suyangan xotin ko'kragiga urib yig'layotganini ko'rdilar. Ayol shu qadar achchiq nola qilar ediki, ayoldan "Nima g'aming bor ey xotin?" deb so'radilar. Abdulloh ibn Muborakka qarab haligi ayol javob berdi: "Erimdan qolgan bir etek qizlarim bor. O'lim to'shagida yotganda juftimga va'da berdim, hammasini pokdamon, solihalardan qilib egalariga topshiraman. Qiyomat kuni ularning shafoatidan faqat najot topasiz deb va'da qilganman. Lekin 3 kun bo'ldiki, kambag'alchilik ham bor bo'lsin, qizlarim ichiga suvdan boshqa narsa kirmadi" dedilar. Bugun qizlarim shart qo'ydi, hammalarini bo'yi yetgan, kunday yuzlari chiroyli. Ona bugun boqsang boqding, boqmasang bugun tunda barchamiz zino yo'liga chiqib bo'lsa ham qornimizni to'ydirib olamiz deb shart qo'yishdi dedilar. Onaizor qon qarshab yig'ladiki, nahotki shuncha yil mehnat qilib qilgan mehnatim, mashaqqatim qiyomat kuni farzandlarim jahannamga o'tin bo'lsa dedilar. O'rnlaridan turg'izib Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh otlariga yugurib borib, yo'l xaltalaridan bitta oltin, bitta kumush xaltachada ikkita qarangki, qimmatbaho bir qarangki toshlar bilan bezalgan xaltachani berdilar u ayolning atrofida 7 marta tavof qila boshladilar. Baland ovozda aytilgan talbiyadan hamma hayratga tushib qaradi. Abdulloh ibn Muborak talbiyani aytib bo'lib, ayolga: "Ey ayol, qo'lingda turgan bir xaltachaga bolalaringni qornini to'ydirib ro'zg'or qil. Yana bizga bolalaringga sarmoya qilib, dasmaya qilib, tirikchilik uchun bir narsa matolar xarid qil. Bundan keyin shu tirikchilik bilan bolalaring kun ko'rsin, zinoni qarangki o'ylamasin" dedilar. Haligi ayol lol qolganicha yig'lab, Hazrati Muborakni orqalaridan tikilib qoldi va Abdulloh ibn Muborak otni yuganidan orqaga boshlab xonadonlariga qarab yurdilar. Uylariga qaytib kelganlaridan keyin oradan 2-3 oy o'tib hojilar safardan qaytdi. Birinchi qilgan ishlari Abdulloh ibn Muborakni ziyorat qilishdi. "Ey Abdulloh ibn Muborak, biz mo'jizalarga guvoh bo'ldik. Baytullohda har bitta rukunda siz biz bilan birga, har bitta amalda siz bilan birga, har bitta ibodatda yonimizda siz bilan birga barchamiz odimladik" deyishdi. "Ey odamlar, mayna qilmanglar. Men safarni yarmidan ortga qaytdim. Men Allohning baytiga yetmadim" deganlarda, Robbil alaminga qasamki sizni ko'rinishingiz, sizni qarangki timsolingiz biz bilan birga edi deyishdi. O'sha kuni Abdulloh ibn Muborak uxlab tush ko'rdilar. Tushlarda Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalom: "Ey Abdulloh ibn Muborak, hajjul mabrurlar xayrli bo'lsin. Jamiki jahannamdan qaytarganingiz ayol ummatlarim haqqi bilan bugun ularning sonicha, adadicha jannat eshiklari yuzingizga ochiladi" deb marhamat qildilar. Xohlaganidan kirasiz degan go'zal bashorat bilan Abdulloh ibn Muborak uyqudan cho'chib uyg'ondilar. Alloh bir farishtani hozir qilib Abdulloh ibn Muborakning haqqilariga haj qilishni amr qildi. Borgandan keyguncha mana shu farishta ulug' avliyoning haqqilaridan, nomlaridan hajni ado etib qaytdilar. Aziz ayollar, bu yana eslataman, bir nechanchi haj. Birinchi haj jami ummat uchun farz qilindi. Qarangki, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan hadisda aytiladi. Payg'ambarimiz alayhissalom eslatadilar: "Kimning qo'lida sarmoyasi bo'la turib, yo'li hajga ochila turib, qasddan bormayman, haj qilishim shart emas deb o'ziga fatvo bersa, xohlasa nasroniy bo'lib o'lsin, xohlasa yahudiy bo'lib o'lsin, aslo islom fitratida o'lmaydi" dedilar. Bu birinchi haj haqida gap ketyapti. Abdulloh ibn Muborak birinchi hajdan bir nechtasini qilib, birinchi hajdan keyingi nafila hajlarida savobini qarangki Allohga, ya'ni umid qilgan holatda topshirib, hajning sarmoyasini muhtojlarga berishni afzal ko'rdilar.
Alloh nasib qilsin bizni ham haqiqiy farz hajlarimizni ado etib, qayta-qaytalariga uy kuyganga boshpana, dardmandning qo'liga darmon. Qarangki, bugun erta zinoga kiraman deb turgan otasiz yigitlarni nikoh bilan boshini boylash uchun homiy bo'lib yurt darvozalaridan chiqmasdan hojilik maqomini oladigan ayollardan bo'lishimizni nasib etsin. Taninglar sog', birodiylar hosil, bolalaringlar baxtli. Allohning baytida chin dildan tavba qilib, qiyomat kuni mabrur hojilar safida jannatga kiradigan baxtlilardan qilsin. Onamizning farzandlari ham barchalari kichik hajlari maqbul bo'lsin. Ketidan haqiqiy katta farz hajlarini ham Alloh muyassar etsin.